Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari, qadrdon aka-uka opa-singillar. Ushbu obyektda 2 kun oldin xizmat qilib ketgandik. Kecha kuni video qo'ya olmadik. Kecha video qo'ya olmaganimizga sabab mahsulotimiz yetib kela olmadi. Kecha ish qilmaganmiz. Bugun ikkita video qo'yaman, xudo xolasa. Bu video hozir Namangan shahar Askentdan chiqyapti. Keyingi video Namangan shahar Nuroboddan chiqadi. Qadrdonlar, bu videoni hozir qo'yib yuboraman. Videoni boshidan aytib qo'ying. Voy, like bosib tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Pena betonni, gipsli penalombozni yomon deb turganlarga. Qadrdonlar, ushbu obyektimizni 2 kun oldin o'z egalariga topshirib ketgandik. Akamizlarga aka ustiga bir qator suv urib qo'yasiz degandik. Kecha kun suv bo'lmasdan suv sepish olmabdi. Endi hozir sizlarga yana ozgina pena beton haqida ma'lumot berib ketaman. Bu havo yo'naltirganimizda tushgan haligilar, ochiq joylar, ochiqchalar deymi? Bosilganlari. Qadrdonlar, pena polistirol beton quyganmiz bu joyga. Polistirol granulachalari mana shu joylarda ko'rinib turibdi mana. Xuddi shu ko'rinishda polistirol granulalari bo'ladi. Undan tashqari fibrasi bor. Mana shu qo'limda juda fibralar ham turibdi. Yaxshi ko'rinmayapti. Endi kameramiz zo'r olmaydi, to'g'ri tushunasizlar. Mana shu 2 kun oldin, bugun 3-kunga o'tdi. 3 kun oldin quyilgan pena beton. Mana shu joylari mana qoraroq turibdi, qadrdonlar. Shunaqa turgan mahalda suv uradigan bo'lsa, qatishi sekinlashadi, mustahkamroq bo'ladi yanada. Ushbu obyektimiz qalinligi 10 sm pilis holatiga quyilgan. Videolarda ham ko'rsatganmiz. O'zi shu videodan keyin boshqa video chiqarganim yo'q ekan. Oxirgi qo'ygan. Yo'q, qo'ymadim. Oxirgi video mashina quyib ketgan jarayonimiz bo'lgandi. Endi 2 kun o'tdi. Xudo xolasa bugun keldik. Obyektimizni bir qator sizlarga ko'rsatamiz. Chetlari ham yaxshi holatda turibdi. Pena beton qattiq material bo'lganligi sababli biz mahsulotimizni quyganimizda yog'ochlar namiqadi, vassalar ham namiqadi. Qurish jarayonida namiqqandan keyin vassalar kengayadi, yog'ochlar kengayadi. Qurish jarayonida qadrdonlar ozgina aqa-baqa bo'lib, bala qiyshayib, tepaga, pastga, o'ngga, chapga qiyshayib qurishi mumkin. Shunda mana shu ustullarning chetiga xuddi shu ko'rinishda darslar, mikrotrashinalar tushadi. Keyin pena betonda bitta-ikkita bundoq darslar ham o'tishi mumkin. Hozircha yo'q bu obyektimizda. Bu obyektimizda mana shu men turgan joylarim oxirgi kuba buchkalarimiz quyilgan joylar. Qattiqligi ham xudo xolasa dilda xira qiladigan emas, ancha yaxshi. Ustiga havo yo'naltirib ketganmi, shu sababdan ustidagi penalar o'lgan, xuddi shu ko'rinishda silliqroq bo'lib qolgan. Bu tarafda quyganmiz, keyin bu tarafda mana shu joydan Akramboy yurib o'tib ketganlar. Baqa qara, bu taraf qattiq holatda turibdi. Shilyanklarni yoyib qo'yganmiz, xudo xolasa mana shu taraflariga suv sepamiz. Endi bu tarafiga o'zi yaxshi holatda turgani uchun suv sepmay qo'yaveramiz. Sepsak ziyonga yurib qolmasmikin degan ham bor. Qurigandan keyin yana qaytarib yog'ochlargacha namiqadigan bo'lsa, yolish holatlari kuzatilishi mumkin. Qadrdonlar, obyektimiz xudo xolasa chiroyli holatda turibdi. Endi ansh tarafda o'ziga suv sepib qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kelgusi obyektlarda, kelgusi xizmatlarimizda yana videolar qo'yamiz. Mana shu joylarda ham polistirol granulalari ko'rinib turibdi. Oqari-boqari. Polistirolni ancha dadilroq solganmiz. Akam apparatni chiqaradigan bo'lsa, polistirolni ham fibrasini ham dadil solib berasan deganlar. Hali chiqqan kalamishga o'ylamaslik uchun o'sha videoda ham aytib ketganman. Fibralarni ham dadil solganmiz. Xuddi shu ko'rinishda turibdi shu obyektimiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Endi kelgusi dasturlarda ko'rishamiz. Mana yaqinroqdan ko'rsatib qo'yayim bitta. Bu taxtalar yorilib o'rmagan. Mana shu tortqini chetida ozgina ochiq joy kelgan. Bu ham strashniy emas. Issiq sovuqda rasot qiladigan, hali loyga o'xshab shuncha ochilib ketadigan bo'lmaydi. Har joydan keyin tilih bo'lib yorilib ketmaydi. Bitta-ikkita bundoq darslar o'tishi mumkin. Ushbu obyektimizda o'tmasligi ham mumkin, o'tmaydi ham. Sababi vasa taxtasi zo'r qoqilgan. Vasasini ko'rsatgandim-u, ko'rganlar bo'lsa, Dilshodbek o'sha videoni ham ko'rganmiz. Vasasi ham yaxshi qoqilgan ekan deb kommentar yozib ketasizlar.
Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha qadrdonlar, salomat bo'linglar. Endi bir qator yaqindan ko'rsatib beraman. Maqta o'riyapsan. Rostdan ham yorilmaganmi deganlar bo'lsa, mana ko'rishlaring mumkin. Yaqindan ham ko'rsatdik. Hozircha yo'q, xudo xolasa ushbu obyektimizda anaqa holat bo'lmaydi ham. Sababi vassasi boya aytganimdek moshina qoqilgan. Ichida pena konsentrati borligi uchun, lekin barmoqda mahkam bosadigan bo'lsa, sirti yengil bosilishi mumkin. Ko'pchilikka, hammaga aytamiz, bizda mahsulotimiz faqat issiq sovuq ushlash uchun, yuk ko'tarish qobiliyati ham bor. Rosa kuchli emas yuk ko'tarish qobiliyati, lekin issiq sovuq ushlash qobiliyati ancha yaxshi. Nimaga yuk ko'tarish qobiliyati kuchli emas, Dilshodbek degan savol beradigan bo'lsalaring, qadrdonlar. Mahsulotimizning ichida penasi bor. Pena borligi uchun sement ichida yo'qsa gips ichida shunaqa teshikchalar hosil bo'ladi. Har joyda ko'plab teshikchalar hosil bo'lganligi uchun issiq sovuqni yaxshi ushlaydi. Keyin yengil keladi. Misol uchun, mana shu joyimiz 70 kvadrat joyida 8 kuba pena beton jo'natganmiz. Adashmasam 70 kvadrat joyga 10 santimetrlik yuyishimiz uchun jami qilingan vesda og'irlikda rasxoti suv bilan birgalikda 3400-3,5 tonna atrofida yuk olgan. Suv ichib ketgandan keyin 2 tonnadan oshiqroq yuk qoladi 70 kvadrat joyda. Bitta zilda turpoq bostiriladigan bo'lsa, misol uchun loy bostiriladigan bo'lsa, 70-80 kvadrat xuddi shunday tomga bitta zildagi turpoq ketib qoladi. Zildagi turpoqning og'irligi 8-10 tonna atrofida chiqadi. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib ketishlaring mumkin. Alloh qodir qilgancha bilganimizcha javob beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Endi kechki dasturlarda mana shu videodan keyin yana bitta video chiqaraman. Kechki dasturlarda Nuroboddagi obyektimizda ketayotgan ish jarayonlarini qo'yamiz. Bugun ertaga Nurobodda xizmatdamiz. Indinga xudo xolasa Namangan Mingbuloqda o'zimizning tumanda xizmatda bo'lamiz. Undan keyin ash Mingbuloqdagi xizmatimizda bitta yangilik aytaman. Salomat bo'linglar azizlar.